16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun sportning mini futbol va futbol turlari bo'yicha an'anaviy musobaqaning 2025-yilgi mavsumi start olmoqda. Sharof Rashidov tumanida mazkur musobaqaning ilk bosqichiga qur'a tashlash jarayoni bo'lib o'tdi. Sharof Rashidov tumanida ham 48 ta mahalladan futbol va mini futbol sport turlaridan yigitlar jamoasi hamda 4 ta sektor kesimida qizlar jamoasi shakllantirildi. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarining 5-mavsumiga ham tuman yoshlari katta tayyorgarlik ko'rishdi. Qur'a tashlash marosimi avvalda tuman hokimi va tadbir tashkilotchilari tomonidan jamoa a'zolariga katta ishonch bildirildi va oldindagi musobaqalarda faol ishtirok etishga chorlandi. Shundan so'ng qur'a tashlash orqali 4 ta sektor va 4 ta guruhdan 48 ta jamoa joy oldi. Bu sport musobaqasi yiliga an'anaviy tarzda o'tadi. Bunda iqtidorli yoshlarimiz aniqlanadi asosan. Ya'ni mini va futbol. Buning eng asosiysi qizlar jamoamizda borligi. Bunda ayollarimiz o'rtasida ham sportni yana ommalashtirish, qolaversa sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga bag'ishlangan bu sport musobaqamiz. Xohlasa bu yil chiroyli va yaxshi o'tadi tumanimizda. Xohlasa respublikalarda ham shu tumanimizda sharafini himoya qilamiz xohlasa. Bu yilgi qur'a tashlash marosimi bir marta o'tkazildi va bu taqsimot futbol va mini futbol o'yinlariga ham amal qiladi. Eng muhimi, jamoalar qaysi guruhdan joy olmasin, hammasi aylanma tarzda o'zaro maydonda bahs olib boradi. 4 yildan beri an'anaviy tarzda o'tkazib kelayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari bizni tumanda ham mana ko'rib turganingizdek katta shijoat bilan, katta kayfiyat bilan boshlanib yuborildi. Bugun qur'a tashlash marosimida bizning yoshlik mahallamiz jamoalari ham faol ishtirok etmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad yildan yilga sport sohasida, futbol sohasida yangi sportchilarni kashf qilishdan iboratdir. Bu yil ham boshqa mahallalarda bo'lgan singari bizning ham mahallada yaxshi natijalar kutilmoqda. Barcha jamoalarga omad tilab qolaman. Aytish kerak, o'tgan mavsumda Sharof Rashidov tumani Qahramon mahallasi yoshlari ushbu musobaqalarda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan. Bu yil ham tuman yoshlari kubok sovrindori bo'lishga umid bildirildi. Bellashuvlar 15 apreldan boshlanishi rejalashtirilgan.